ot go'shtlarimiz qozonga tushyapti. Orqasidan mol go'shti. Qo'chqorni bo'yni bu. Mol go'shti. Asado. Boyagi qo'chqorni qolgani keldi mana. Piyoz men qolib ketyapman deb keldi-yu mana. Bismillah. Hozir mana suvni solamiz. Xudo xolasa, suv bilan bu 8 soatga ketdi. 8 soatdan keyin suvigini olib, yorma solamiz. Yormamiz 45 kilo go'shtga 8 kilo tushadi. Bu yerda go'shtlarimizdan 5 kilo ot go'shti bor, 15 kilo qo'y go'shti, 30 kilo xudo xolasa mol go'shti bor. Bu qalim, Toshkentda qalim, Buxoroda, Samarqandda buni xalisa deydi. Yeb ko'rganmisizlar? Yemagan bo'lsanglar, ertaga qaldirg'och ko'kchada kutamiz inshaalloh.